Navro'z ayyomi xalqimizning eng sevimli bayramlaridan biri hisoblanadi. Shu boisdan ham mehr-oqibat, hamjihatlik va insoniy qadriyatlarni o'zida mujassam etgan yasharish va yangilanish fasli bo'lmish Navro'z shodiyonalari yurtimiz bo'ylab har yili ko'tarinki tarzda nishonlanadi. Ushbu fayzli va qutlug' bayram Kattaqo'rg'on shahrida ham keng ko'lamda o'tkazildi. Bayram shukuhi hukmron bo'lgan shahrimizdagi do'stlik o'yingohi hamshaharlarimiz bilan gavjum bo'lib, quvonch va shodlikka to'ldi. Tadbirga tashrif buyurgan shahar hokimi Gavhar Alimova dastlab jamoatchilik vakillari hamrohligida tashkil etilgan bayram ko'rgazmalari bilan tanishdi. Turli tashkilotlar tomonidan milliy qadriyatlarimiz, urf-odatlarimiz va boy madaniy merosimizni o'zida yorqin aks ettirgan ko'rgazmalar namoyish etildi. Shuningdek, Navro'zga xos milliy taomlar, xalq o'yinlari va an'analar tadbir ishtirokchilariga alohida zavq va ko'tarinkilik bag'ishladi. Bayramning asosiy qismi shahar hokimining samimiy tabriki bilan boshlandi. Aziz hamshaharlar, qadrli shahrimizga tashrif buyurgan mehmonlar. Avvalambor barchangizni butun yurtimiz bo'ylab kezib yurgan yangilanish, yosharish bayrami, Navro'zi olam, umumxalq bayrami bilan chin qalbimdan shahar hokimligi nomidan tabriklayman. Yig'ilganlarni ushbu ulug' ayyom bilan muborakbod etgan shahar hokimi Navro'z bayramining mazmun mohiyati, uning inson hayotidagi o'rni va qadriyatlariga alohida to'xtalib o'tdi. Tadbirning badiiy qismida milliylik ruhi bilan yo'g'rilgan kuy-qo'shiqlar yanglab, shahar madaniyat bo'limi san'atkorlari tomonidan tayyorlangan konsert dasturi namoyish etildi. O'yingoh uzra taralgan Navro'zni tarannum etuvchi ajoyib taronalar bayram shukuhini yanada oshirib, barchaga zavq bag'ishladi. Ayniqsa poytaxtdan tashrif buyurgan yosh va iste'dodli xalqimizning sevimli san'atkori Nilufar Usmonovaning chiqishlari kattaqo'rg'onliklar tomonidan katta olqishlar bilan kutib olindi. Uning sho'x va diltortar qo'shiqlari tadbir ishtirokchilarini raqsga chorlab, bayramga yanada fayz bag'ishladi. Tadbirga tashrif buyurgan so'z ustasi Valijon Shamsiyevning chiqishlari ham hamshaharlarimiz tomonidan iliq kutib olindi va tadbirga o'zgacha xos kayfiyat baxsh etdi.
Navro'z shodiyonalari, kuy va qo'shiqlar, raqslar va quvnoq chiqishlar bilan uzviy davom etib barchaga unutilmas taassurotlar qoldirdi. Bu kabi bayramlar xalqimizni yanada birlashtirib, yurtdagi tinchlik, totuvlik va farovonlikni mustahkamlashga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir.